Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana aravamizga kirish jarayoni. Svarkalarga yetib berasizlar. Ichkarilari. To'liqlarga kim ko'pchilik majin sinadi deydi. Svarka qilmagandan qimmalab sinadi. Polni svarka bo'lgan. Shvilimiz birinchi programma uchib o'tgan. Bu ham polni svarka bo'lgan. И mana profillarimiz. Hamma joy svarka bo'lgan. Bu ichiga suv yig'maydi qishki kuni endi. To'liq svarka bo'lgan bu. Bu ham zakaz kesilayotgan arava emas. Ko'chaga chiqarib qo'yamiz yasab. Hammasiga bir xil mehr beriladi. Zakaz kesilayotganda ham ko'chaga chiqarib qo'yilgan mana. Ko'rsatmaydi. Hammasi. Mana bu endi svarka qilinyapti. Ishlari. Tepa qismidan chappa qilgandan keyin ustiga hech narsa qo'ymasdan turmadi. Ishlari svarka chiqilyapti. Hayırlar bo'lgan mana. Svarka. Yo'llar ham hammasi bular. Kontrga bo'lgan. Hammasi. Mana bu bolt kirgizilgan. Birliklangan ichiga. Bu endi o'ynamaydi, chaqa oldinga orqaga ketmaydi, hecham. Agar bu bo'shab ketgan taqdirda ham ketmaydi endi. Bugün ishlari svarka bo'lgan, to'liq. Ana qolgan bitta aravamiz yasalyapti. Hop bizda tayyor aravalarimiz bor. Hozir Andijonga zakaz bo'lgan aravamiz bitgan holati. Mana. Bu aravamiz Andijonga zakaz bo'lgan. Bir olmishga 260. Reshetkalar bir qator ko'p qo'yildi. Reshetkalariga. Hop. 6 kishilar polni shvildir bo'ldi. Ko'rishasiz bunga. 3 shvildir. Balon holatlari o'ta ideal. Oslari buravay turbasidan bo'ldi. Tag karkazlari qalin bo'lgan. Listi uchlik list. Qalin listda bo'lgan taglari. O'zi kiysig'idan ko'rinib turibdi. Qanday qalinligi. Yonlari ham qalin list bo'lgan. Kimga mashina xizmatida kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib yasab berishga, mustahkam bo'lishiga javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.